Assalomu alaykum hammaga. Bugun o'sha aytgan geometriya darslarimizni noldan boshlaymiz. Maksimal darajada qatnashishga harakat qilinglar. Demak, geometriyaning birinchi mavzusi bugun burchaklar. Xo'p, burchaklar mavzusidan oxirgi mavzugacha, ya'ni milliy sertifikat imtihonlari tugaguncha bir kun geometriya, bir kun algebra qismini ko'rib chiqaveramiz. Xo'p, eng kerakli narsa bu ta'riflar. Ta'riflarni yodlab qo'yamiz. AB to'g'ri chiziq. Ikki tomoni ham chegaralanmagan chiziqqa aytiladi. Bu cheksiz davom etadi. Buni oxiri yo'q. Keyingisi AB nur. Bir tomoni chegaralangan, ikkinchi tomoni cheksiz ketuvchi to'g'ri chiziq deyiladi. Bu to'g'ri chiziqning bo'lagi deb ham ataladi. Endi AB kesma deb ikki tomoni ham chegaralangan. Xo'p, kesmaga aytamiz. Ya'ni ikki tomonda ham chegara bor. Bunda hech qanday cheksiz ketish degan gap bo'lmaydi. Xo'p, keyingisi yoyiq burchak. Burchak turlari bor. Yoyiq bor, to'g'ri burchak, o'tkir, o'tmas. Xo'p, yoyiq burchak doimo 180 gradusga teng bo'ladi. Chunki aylanadi. Agar to'liq mana bitta qismga aylansa, bu 180, yana bitta aylangan payti yana 180 bo'ladi. Umumiy opchisi 360 bo'ladi. Shuning uchun yarim aylana bo'lgani uchun yoyiq burchakni biz alfa o'lchovini 180 deb olamiz. Keyingisi to'g'ri burchak. Bu yoyiq burchakning yarmiga teng bo'ladi. Yoyiq burchagimiz 180 edi, uni yarmi 90 gradusga teng bo'ladi. Xo'p, yoyiq burchakning o'lchov birligi 90 gradus. To'la burchak aytdi, yoyiq burchakni mana buni davom ettirib qo'ysak, davom ettiramiz, ya'ni mana bu yerda 180 bor, mana bu yerda 180 bor. Ikkitasini qo'shganimizda 360 gradusga teng bo'lib qoladi. Keyingisi o'tkir burchak. O'tkir burchakning oralig'i 0 va 90 dan chiqib ketmaydi. Masalan, 89 gradus bo'lib qolsa ham bu o'tkir. 89.9 bo'lsa ham bu o'tkir hisoblanadi. Agar 90 gradusdan 0.1 o'tsa ham bu o'tmas burchakka to'g'ri kelib qoladi. O'tmas burchak 90 va 180 oralig'ida bo'ladi. To'ldiruvchi burchaklar parallellikdan kelib chiqadi. Masalan, 90 gradusli burchak, ya'ni bu yerda o'zi aytdik, alfa plus beta 180 gradusga teng dedik. Yoyiq burchak ta'rifidan. Endi mana bu yerda bu teng bir-biriga, bu ham teng. Shuning uchun 2 ga bo'lib olamiz. Bu 90 gradusga teng bo'lib qoladi. Xo'p, qo'shni burchaklar, parallel burchaklar umuman kesishmaydigan chiziqlar deyiladi. Parallel doimo davom etadi. Xo'p, keyingisi parallel to'g'ri chiziqlarning munosabatlari. Masalan, mana bu alfa bo'lsa, bu ham alfaga teng bo'ladi. Xo'p. Mana bu A bo'lsa, mana buni davom ettirib qo'yamiz. Mana buni davom ettirsak, mana bu B ga teng bo'lib qoladi, bu esa A ga teng bo'lib qoladi. Demak, ikkalasining yig'indisi 180 gradusga teng, ularning yig'indisi ham 180 gradusga teng bo'ladi. Xo'p, perpendikulyar to'g'ri chiziqlar. Qaraymiz, mana bu ikkitasi 90 gradusdan, bu ikkitasi alfa, beta, ya'ni bir-biriga teng. Ikkalining yig'indisi 180 gradusga teng. Xo'p, demak, birinchi qoidani ko'ramiz. Birinchi qoida, xo'p, ichki almashinuvchi burchaklar. Mana bu alfaga teng. Demak, ichki almashinuvchi burchaklar teng burchaklar hisoblanadi. Ya'ni alfa teng alfa 1 deb olamiz. Xo'p. Qoidaga kelsak, birinchi misolga qaraymiz. Masalan, mana bu alfamiz 40 gradusga. Demak, bu ichki almashinuvchi bo'lgandan bu alfamiz ham 40 gradusga tengligi kelib chiqadi. Keyingisi ichki almashinuvchi burchaklar teng. Demak, alfa 1 teng alfa 2. Yozamiz. X plus 40 teng bo'ladi 2x plus 10. Endi x larni bir tarafga yig'amiz. 2x minus x x ga teng bo'ladi. 40 minus bizga 30 gradusga teng bo'lib qoladi. Demak, x'imiz 30 gradusga teng. Endi parallel to'g'ri chiziqlar berilgan ikkita. Bu 72 gradusga teng, bu esa bisektrisa burchakni teng 2 ga bo'ladi. Bisektrisa alfa taqsim 2 ga teng. Demak, mana bu 72 bo'lim, demak 72 taqsim 2 mana bu yerdagi alfamizga teng bo'lib qoladi. Demak, bu alfa bu yerdan 36 ga tengligi kelib chiqadi. Birinchi qoida tushunarlimi? Fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Tushunarli bo'lgan bo'lsa, ha deymiz.
tushunarsiz bo'lgan bo'lsa, ya'ni bitta qaytib ko'ramiz. Qaysi biriga tushunmasa. Birinchi qoida haqida fikrlar. Tushunarlimi hammaga? Xo'p. Birinchi qoida tushunarli bo'lgan bo'lsa, keyingisiga o'tamiz. Ikkinchi qoida o'sha parallel to'g'ri chiziqlar, ikkita to'g'ri chiziqning yig'indisi 180 gradusga teng bo'ladi. Xo'p, 70 ekan bitta burchagi, ya'ni beta 70 ga teng, alfa noma'lum. 70 plus alfa 180 gradusga teng. Bu yerdan alfamiz 110 gradusga tengligi kelib chiqadi. Xo'p, keyingisi ichki almashuvchi dedik. Bu 40 bo'lsa, mana bu ham 40. Bu bunga tengligidan bu ham 40 gradusga teng. Demak yozamiz. Alfa plus 40 plus 40 gradus 180 gradusga teng. Son 180 gradusga teng bo'ladi. Bu yerdan alfamiz 100 gradusga tenglik kelib chiqadi. Keyingisi 120 gradus. Demak, mana bu sektrisa bo'lgan bo'lsa, asli mana buni davom ettirsak, davom ettiramiz. Mana bu taraf 60, mana bu 60 bo'ladi. Chunki 120 ning yarmi 60 ga teng. Bu yer sektrisa hisobga o'tadi. Demak, mana bu ichki almashuvchi burchaklar qoidasidan bu 60 bo'lsa, bu alfamiz ham 60 ga tengligi kelib chiqadi. Ikkinchi qoida. Birinchi, ikkinchi qoidalarni ko'rib tushunarli bo'ldimi? Qaysi joyi muammo bo'ldi sizlarga? Muammo bo'lmagan bo'lsa, davom etamiz. Xo'p, keyingisi, uchinchi qoida. Xo'p, mana bu yerda bitta parallel to'g'ri chiziq tushirsak, mana bu uchburchakka teng bo'lib qoladi. Ya'ni uchburchakning xo'p, A, B, C. 3 ta burchak bo'ldi, 360 gradusga teng parallel to'g'ri chiziqlarda. Masalan, birinchi misolga e'tibor beramiz. 140, 100 va alfa. 140 plus 100 plus alfamiz 360 gradusga teng. Xo'p, 140 ga 100 ni qo'shamiz. 240 plus alfamiz 360 gradusga teng. Alfa bu yerdan 120 gradusga kelib chiqadi. Keyingisi berilgan to'g'ri chiziq, parallel to'g'ri chiziq. Davom ettiramiz. Qo'shni burchaklar yig'indisi 180 gradusga teng. Mana bu yerda bittasi 20 bo'lsa, 20 plus beta 180. Bu yerdan beta xo'p 160 ga kelib chiqadi. Demak, bu 160 gradus. Demak, o'sha qoida alfa plus 70 plus 160 alfa plus 70 plus 160 gradusimiz teng 360 ga. Demak, qo'shamiz. Alfa plus 230 teng 360. Alfa bu yerdan 130 gradusga kelib chiqadi. Xo'p, keyingisi. Mana bu alfa bo'lsa, qo'shni burchakligidan bu mana buni x desak 110 plus 150 plus x'imiz 360 ga teng. Yani qo'shamiz. 260 plus x teng 360 gradus. Bu yerdan x'imiz 100 gradusga kelib chiqadi. Demak, mana bu 100 gradus bo'lsa, bunga qo'shnisi 80 gradusga teng bo'lib qoladi. Keyingi qoidamiz parallel to'g'ri chiziqlar berilganda 4 ta burchak bo'lsa, demak, ular 540 gradusga teng bo'lib qolar ekan. Birinchi misolga e'tibor qaratamiz. Mana bu yerni x deymiz. X desak, demak, qo'shib chiqamiz. 140 plus 140 gradus plus 120 gradus plus x teng 540 ga.
Endi qo'shamiz. 280 plus 120. 280 plus 120 gradus. Plus x teng 540. Xo'p. X teng 540 minus 400 bo'ladi. Bu 140 gradus chiqadi. Demak, mana bu 140 gradus bo'lsa, mana bunga qo'shnisi 40 gradusga teng bo'ladi. 140 plus 40 bizga 180 ni beradi. Keyinsa mana bunga qo'shnisi 140 gradus. Mana bu alfa bunga teng ekan. Xo'p, bunga qo'shnisi 180 bo'lishi uchun 130 yetmaydi. Demak, 140 plus 130 plus 2 ta alfamiz 540 gradusga teng. Qo'shib chiqsak 270 plus 2 ta alfa 540 ga teng. Hop, 2 ta alfa 270 ga. Alfamiz 135 gradusga teng. Bu ham shunday, har bir burchak qo'shib chiqamiz. 170 plus 250, 2 ta 125 plus alfamiz 540 ga. Xo'p, hisoblab chiqsak alfamiz 120 gradusga tengligi kelib chiqadi. Xo'p, keyingi 5-qoidamiz. 5-qoidada parallel to'g'ri chiziqlarni bir-biriga tengligini isbotlashimiz kerak. Xo'p. Bu yerda hech qanday qoidani o'rganish shart emas. Faqat chiziqni davom ettirishimiz va parallel chiziq qo'shishimiz kerak. Mana buni davom ettiramiz. To'liq davom ettirsak, mana bu gradusimiz. Mana 120 bo'lsa, mana bu tenglikdan buni yarmi 60 gradus. Demak, bu 150 bo'lgani uchun 180 qilishimiz kerak. Mana bu taraf 30 gradus. Endi yozamiz. 30 plus 60 plus alfamiz nimaga teng? 180 gradusga teng. 90 plus alfa 180 gradusga tengligidan alfamiz bu yerdan 90 gradusga kelib chiqadi. Xo'p, keyingisi. Xo'p, buni yana davom ettiraman. Buni ham bu to'g'ri chiziqni. Keyin men bu yerdan bitta to'g'ri chiziq tortaman. Mana bu nima teng bo'lib qoladi? 100 gradusga teng bo'lib qoladi. Ichki almashuvchi bo'lganda. Xo'p. Demak, yozaman. 100 bu 135. Alfa teng. Xo'p, 180 ni 135 ni ayiramiz. Bu 45 gradusga teng. Mana bu 45 bu. Endi alfa 100 plus 45 gradusga teng. Bu yerdan 145 gradusga tengligi kelib chiqadi. Keyingisiga ham mana to'g'ri chiziqni davom ettiraman. Endi bu 100 bu 50. 180 bo'lishi uchun mana bu yerni davom ettirsam, to'g'ri chizsam bu yerdan. Mana 180 ni berish uchun mana bu yer 30 yetmaydi. 30 gradus. Yozaman. Alfa plus 30 180 gradusga teng. Alfamiz 150 gradus tengligi kelib chiqadi. Xo'p. Keyingisi. Demak, parallel to'g'ri chiziqlarda mos burchaklar degan narsa bor. Mos burchaklar. Mos burchaklar, ya'ni mana bu alfa bo'lsa, bu ham bunga teng. Bu mos burchaklar qoidasi deb ataladi. Masalan, va misolga qarayman, buni to'liq davom ettiramiz bitta. Parallel to'g'ri chiziq bo'ldi. Mana bu ham alfaga teng bo'ladi. Endi yozaman, 180 bo'lishi kerak. 40 plus alfa 180 gradusga teng.
alfa bu yerdan 140 gradusga kelib chiqadi. Xo'p, keyingisi. Mana bunda to'g'risiz bitta tortamiz, ham parallel. Xo'p, demak, bu 150 ligidan mana 150 ga teng. Xo'p, bu 70 ligidan mana bu ham 70 gradusga teng. Xo'p, 140 bo'ldi, mana bu 30 gradusga teng, 180 bo'lishi uchun. Mana bu umumiy burchak. Ya'ni hisoblayman, 70 plus 30 plus alfa teng bo'lishi kerak 180 gradusga. Xo'p, 100 plus alfa 180 gradusga teng. Alfa bu yerdan 80 gradusga kelib chiqadi. Ya'ni nima qilib bo'ladi? Mana bu ikkovi ichki almashuvchi burchak bir-biriga teng bo'ldi. 70, bu ham ichki almashuvchi 70 bo'ldi. Qaraymiz. 70. Xo'p, mana 150, mana bu tomon. Mana 180 bo'lishi uchun 30 yetmaydi bu yoqqa. 30 ni qo'ydim. Ya'ni mana bu umumiy burchagim, ya'ni yoyiq burchagim. Mana bu alfaning ichidan ajratib oldim. Xo'p, keyingisiga o'tamiz. Keyingisi mana buni davom ettiramiz. To'g'ri tizimni. Keyin mana bu yerdan bitta to'g'ri chiziq tortamiz. Endi qaraymiz. Mana bu 100 gradus. Xo'p. Mana bu 180 bo'lishi kerak, mana bu 87 gradus etmaydi. 80 30. Mana bu bo'lsa alfaga teng o'sha qoida. 80 plus 30 plus alfamiz 180 gradusga teng. Yoyiq burchakda 110 plus alfa 180 gradusga teng. Alfa bu yerdan 70 gradusga kelib chiqadi. Tushunarli? Xo'p, keyingisi 7-qoidaga keldik. 7-qoidamiz. Yettinchi qoida. Alfamiz mana bu ikkita burchaklarning yig'indisiga teng. Ya'ni markaziy burchak ikkita chekka burchakning yig'indisiga teng. Yozamiz. Ikkita chekka burchagi 40 bilan alfa. Markaziy burchak 100. Demak, 40 plus alfamiz 100 gradusga teng. Alfa bu yerdan 60 gradusga kelib chiqadi. Keyingisiga o'tamiz. Ikkinchisi. Xo'p, 70 ligidan mana bu yerim 70 ligiga kelib chiqadi. 80 gradus bo'lsa, mana bu ham 80 gradus. Demak, ikkita chekka burchagining yig'indisi, ikkita 70 plus 80 ning yig'indisi markaziy alfa burchakka teng. Alfa bu yerdan 150 gradusga teng kelib chiqadi. Xo'p, keyingisi. Xo'p. Mana bu yer x desak, mana bu ham x ga teng bo'ladi. Bir-biriga teng bu burchaklar. Bu 80, bu 20 gradus, demak. Mana bu yer alfa. Xo'p. 20, xo'p. 80, 100 bo'ldi. Mana bu yer 30, mana bu 20 desak, bu 30, bu ham 30 ga teng x'larim. Xo'p, 20 plus 2x teng bo'ldi 180 gradusga. 2x teng 60, x teng 30. Mana bu yozganlarim 30, 30. Endi alfamiz umumiy alfa 20 plus 30 ga teng. Ya'ni mana bu ikkitasining yig'indisi, bu 30 bilan mana bu 20 ning yig'indisi mana bunga teng bo'lib qoladi. 30 plus 20 50 gradusga teng bu yerda. Keyingi qoidamizga o'tamiz. 8-qoida. 3 ta chekka burchaklar va 2 ta markaziy burchakning yig'indisiga teng. Parallel to'g'ri chiziqlar. Demak, chekka desa 40 plus 80 plus 50 gradusimiz teng bo'lib bizga alfa plus 100 ga. Demak, 120 plus 50 170 minus 100 bizga alfaga teng. Alfa bu yerdan 70 gradusga kelib chiqadi. Keyingisi. Buni davom ettirdik. Xo'p, 20 plus 60
plus mana 130 bo'lsa, mana bu 50 gradusga teng bo'ladi. 50 teng bo'ldi alfa plus 70 ga. Xo'p, mana bu ikkovi ketadi. Qarama-qarshi son bo'lgani uchun alfa 60 gradusga tenglik kelib chiqadi. Keyingiga chizig'ini davom ettiramiz. 120 bo'lgandan keyin bu 60 gradus bilan 180 berish kerak. Qo'shni burchaklar yig'indisi. Demak, yozamiz. 60 plus alfa teng bo'ladi 100 plus 20 ga. 100 plus 20 ga. Demak, bu yerdan 60 gradusga tengligi kelib chiqadi. Keyingisi. Xo'p, 9-qoida. Berilgan burchakda mana bular bir-biriga teng ekan. X va ikki tomoni ichki almashuvchi A va B burchaklar va X burchagining qiymati A plus B taqsim 2 ga teng. Buni isboti ikkita parallel to'g'ri chiziqni tushirish orqali keltirib chiqariladi. Demak, bu yer ikkita to'g'ri burchakka teng. Y deymiz. Demak, alfamiz bu yerda 40 plus 100 taqsim 2 ga teng. 140 taqsim 2 bizga 70 gradusga tenglik beradi. Demak, bu alfamiz 70 gradusga teng ekan. Ikkinchisi. Yana o'sha qoida ikkita burchakka teng. Demak, alfa 100 plus 120 taqsim 2. Xo'p, 100 ga 120 ni qo'shamiz. 220 taqsim 2 bu bizga 110 gradusga tenglik. Yo, adashib ketdim. Burchakka adashib qoldik. Qo'shnisini olish kerak. Mana bu burchak 60. Demak, 60 plus 100 taqsim 2 alfaga teng. Alfa bu yerdan 80 gradusga tenglik kelib chiqadi. Xo'p, keyingisi, demak, shuni teskarisini berib qo'ygan. Ya'ni nima deymiz? Mana bu x ga teng bo'ladi. X ga tengsak, x teng 70 plus alfa taqsim 2. Endi ikkinchisi 90 teng 70 plus alfa taqsim 2. Xo'p, bu yerdan alfani topsak 70 plus alfa 180 ga teng. Alfa bu yerdan 110 gradusga tengligi kelib chiqadi. Chunki mana bu yerdan bitta to'g'ri chiziq tortsak, mana bu burchagimiz 90 graduslik burchak hosil bo'lib qoladi. Xo'p, keyingi qoidaga o'tamiz. Xo'p, mos burchaklar. Bu ham mos burchaklarga tushadi. Qaraymiz, mana bu A bir-biriga teng. Mana bu ikkita belgi qo'ygan tengligini bildiradi. Mos burchaklarda. Masalan, bu yerda bitta qo'ygan, mana B, bu ham B ga teng. Demak, bularning ikkitasini yig'indisi 180. Qo'shni yoyiq burchak bu o'zi. Demak, x deymiz, bu esa y deymiz. Endi yozamiz. 2x plus 20 plus 2y teng bizga 180 gradusga. Demak, 2x plus 2y 180 minus 20 160 gradus. Endi x plus y ham 80 gradusga teng. Xo'p, mendan so'ragan AOB burchak mana bunga teng. Ya'ni x plus y plus 20 ga teng. Bu yerdan x plus y 80 ga teng ekan. 80 plus 20 bizga 100 gradusga teng bo'lib qoladi. Demak, javobimiz 100 gradus. Xo'p, mana bu x ga teng. Xo'p, bu esa y bo'ladi. Demak, yozamiz. 90 gradusga teng bo'ladi, chunki bu 90 gradusli burchak. 2x plus 10 plus 2y teng 90 ga. Xo'p, 2x plus 2y xo'p, 90 minus 10 gradusga teng. Bu yerdan x plus y ham 40 gradusga teng bo'ladi. Endi qaraymiz, bizdan so'ragan AOB burchak. AOB burchak mana bu. Ya'ni
x plus y plus 10. Xo'p, x plus y 40 gradusga teng, 40 plus 10 bizga 50 gradusga teng bo'lib qoladi. Xo'p, uchinchisi bu x, bu y, bu y ga teng bo'ladi. Demak, 2x plus 2y plus 40 yana 180 gradusga teng. 2x plus 2y 140 gradusga teng. Xo'p, bu yerdan x plus y'imiz 70 gradusga tenglik kelib chiqadi. Xo'p, so'ragan burchagi AOB bo'lsa, AOB x plus y ning yig'indisi, ya'ni 70 ga teng bo'lib qolar ekan. Demak, shu yergacha 7-qoidaga, 10-qoidagacha bo'lganlar tushunarlimi sizlarga? Agar tushunmagan bo'lsalar, so'rashlaringiz mumkin. Og'izlaringizni ochib qo'yaman. Kommentga yozinglar, qayerga tushunmadingiz? Ha, bemalol gapirishingiz mumkin. Qayerga tushunmadingiz? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Men hozir yarmida kirdimda, boshidan tushuntirib beramisizmi? Video yozib olinyapti, video formatda tashlab beraman, boshidan ko'rib o'rganib olasiz. Video yozib olinyapti. Xo'p. Kimga savol bor yana? Savollar bo'lsa qo'lni ko'taringlar. Agar tushunmay qolsangiz, tushunmadim deb kommentga yozinglar, ko'rib javob qaytaraman. To'xtalamiz bitta misolga. Birdan o'tib ketgandan foydasi yo'q, hammaga manfaatli bo'lishi kerak. Demak, davom etamiz. Shu mana bu namunaviy misollar endi sizlarga topshiriq bo'ladi. Ya'ni hozir dars tugadi. Dars fayli sifatida buni ham tashlab beraman. Vazifa sifatida shuni ishlab chiqasizlar. Xo'p, tushunmagan joylaringiz bo'lsa, muhokama kanalimizga tashlaysiz. Qo'ldan kelgancha ishlab sizlarga tashlab beramiz. Xo'p, ertaga algebra darsimiz o'z boshidan yana davom etadi. Algebra darsimiz qolmaydi noldan. Xo'p, chorshanba kuni soat 8:00 da geometriyaning ikkinchi qismi, uchburchak turlari va ulardagi burchaklarning qiymatlarini ko'rib chiqamiz. Dars faylini yozib oldim, sizlarga tashlab beraman. Keyingi mavzumiz uchburchakdagi burchaklar. Vazifalarni bajarsangiz, sertifikat imtihonlarigacha muammo qolmaydi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Geometriyani bugundan boshladingizmi? Ha, geometriya bugun 0 dan milliy sertifikat imtihonlarigacha davom etadi. Fevralgacha to'liq geometriya kursi tugaydi. Algebra qismi har kun davom etmoqda. 10 kunda yetkazib bera olasizmi sertifikatga? Milliy sertifikat fevral oyiga bo'ladi. O'shangacha yetkazib bera olasizmi? Ha, ungacha bemalol planimetriya, astronometriya qismini qo'ldan kelgancha ko'rib chiqamiz. Algebra qaysi mavzuga kelib qoldi? Algebra ham davom etyapti. Algebra xo'p, 0 dan mavzulashtirilgan holda har kuni 3 minutlik videolar yozilgan, tashlab beriladi. Demak, bu mavzular sertifikat bo'yicha ketyapti-da. Milliy sertifikat imtihonlari, DTM, attestatsiya. Birga. Tushunarli. Agar savol, takliflaringiz bo'lsa, adminga yozishlaringiz mumkin, bemalol shu akkauntda ulangan. Savollaringiz bo'lmasa hammaga rahmat. Darsimiz tugadi. Sog' bo'linglar.